Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka opa-singillar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hamma tinchmi? Men Tojikistonda Dushanbe poytaxtimizda yuribman. Dushanbega kelganim sababi Stroykada ketayotgan ishlar va ichkarida terilayotgan g'ishlar, Stroykani ishlayotgan shu usta akalarimiz oyiga qancha topyapti, informatsiya bilish uchun kelgan edim. Oyliklar juda zo'r ekan, akalarimiz bilan suhbatlashdim, maslahatlashdim. Sizlarga shu yangiliklardan bir oz aytib o'tmoqchiman. Pishirilgan kirpich g'ishlar bor-ku, mayda-mayda. Shu g'ishlarni donasini arzon joylari 70 dirhamdan, qimmat joylari 1 somondan teryapti ekan. Yo'lda ustidaman, asosan shovqinroq bu tarafga o'taman. Manalarda ishlayotgan akalarimiz betonni ko'bini 300 somon, 350 somondan har joyda har xil narxda beton qo'yyapti ekan. G'isht terayotgan akalarimiz kuniga 300 somondan hozir 400 somongacha ishlayapti ekan. Yoz payt sezonlarda g'ishlar zadishga bo'lib qolmasa, kuniga 500-600 somongacha topyapti ekan. Bu degani 9000 10 ming somondan 15-16 ming somongacha kirpich terayotgan akalarimiz ishlayapti. Manalichik akalarimiz 300 somondan 400-450 somongacha qishda kunida ishlayapti ekan. 9000 somondan 12500 somongacha pul ishlab yurgan akalarimiz, qishloqdoshlar bor ekan. Nasib bo'lsa tez kunlarda sizlarga shunday yangi ishlarni ichkaridan, Stroykadan va kirpich terish ishlarini chiqarishga harakat qilaman. Biz shu videomizni kuzatishda davom etingizlar. Vatanimizdan shu chetlarga chiqmay ishlab, yaxshi $1000, $1500, $2000 atrofida pul topish ishlar chiqarishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab turingizlar. Telegram kanalim kommentariyada o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Like bosib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Stroyka qurilish ketyapti bu yerlarda ham. Ish hozir Tojikistonda avjiga chiqqan qurilish. Ko'pchilik akalarimiz Rossiyadan deport bo'lganlar bor. Chetga chiqolmayotgan do'stlarimiz bor. Sizlarga nasib bo'lsa, o'zimiz vatanimizdan ish chiqarib, shu yerda ishli joyli qilishga harakat qilamiz. Avvalo Xudo qo'llab-quvvatlab turingizlar, kuzatishda davom etib. Hammalaringizga kattakon rahmat. Biz yangi yildan keyin ijodni Dushanbedan boshlaymiz.